Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi o'quv qo'llanmamizda 104-bittani davom ettiramiz. Ad-darsu thani wal 20. 22-dars. Hamidun tabibun va zawjatuhu mudarrisatun. Hamid shifokor va uning xotini o'qituvchi. Ismuha Aminatu. Uning ismi Omina. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamid uni 4 ta farzandi bor. Ya'ni 4 ta o'g'li bor. Hum Hamzatu va Uthmanu va Ahmadu va Ibrohimu. Ular Hamza, Usmon, Ahmad va Ibrohim. Ahmadu va Hamzatu talibani. Ahmad va Hamza ikkalasi talaba. Ahmadu talibun mushtahidun va Hamzatu talibun kaslanu. Ahmad faol tirishqoq talaba, Hamza dangasa talaba. Qala Yusufu indi 5 aqlamin hada qalamun ahmaru. Yusuf aytdi, menda 5 ta qalam bor. Bu qizil qalam. Va hada qalamun azraqu, va bu ko'k qalam. Va hada qalamun akhdaru, bu yashil qalam. Va hada qalamun aswadu, bu qora qalam. Va hada qalamun asfaru, bu sariq qalam. Qalat Zaynabu, Zaynab aytdi, indi manadilu kathiratun, manda ko'pgina dastro'mollar bor. Hada abyadu, bu oq. Va hada asfaru, bu sariq. Va hada ahmaru, bu qizil. Va hada azraqu, bu ko'k. Qalat laha Fatimatu, Fatima unga aytdi, ya'ni Zaynabga qayta javob beryapti Fatima. Indaki mindilun akhdaru, sanda yashil dastro'mol bormi? Qalat la ma indi mindilun akhdaru, yo'q, manda yashil dastro'mol yo'q. Qala Talhatu, Talha aytdi, indi mafatihu kathiratun, manda ko'pgina kalitlar bor. Hada miftahul ghurfati, bu xonaning kaliti. Va hada miftahul haqibati, bu chamadonning kaliti. Va hada miftahus sayyarati, bu mashinaning kaliti. Qala Sufyanu, Sufyon aytdi, fi baladina aswaqun va madarisu kathiratun va fanadiqu qalilatun. Fi baladina, bizning shahrimizda aswaqun, ya'ni bozorlar bor. Va madarisu kathiratun, va ko'pgina maktablar bor. Va fanadiqu qalilatun, va oz mehmonxona bor. Aha ulay atibbau, bular tabib shifokorlarmi? La hum mudarrisuna, yo'q, ular mudarris o'qituvchilar. Mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab dars qilib o'zlashtirib olamiz.